Bu narxini aytaylikmi? Ha? Juda qimmat bo'lib ketadi narx. Obunachilarimiz uchun Vodiy o'g'ishlar kanalida bugun premium klassdagi eng qimmat azushkalardan bittasi bo'lgan FX Impact M4 modeli. FX kompaniyasining eng oxirgi chiqargan modellaridan bittasi bo'lgan FX Impact va nihoyat Farg'onada ham bitta bor. Pnevmatika o'sha eng zo'rini xohlagan akalarimiz uchun mana. Narxi ham zo'r, o'zi ham zo'r. Bunga nimalar ishlarimiz qilib berdik? Original West Hunter 624 optika qo'ydik. O'q tezliklarini stok holatda o'q tezliklari past bo'ladi. Biz o'q tezligini 280 tezlikka chiqarib 505 kalibrda 1.17 grammli o'qda ligirovkalarni qilib berdik. 100 metr, 150 metrgacha muammosiz o'q otadi. Ovozlari juda ham past, stol uzunligi 60, o'zining og'irligi boringki 3 kilo 700 atrofida. Buni ko'rishlar mumkin. Haqiqatda puliga stoyish. Mo'ljallashlari ham juda ham zo'r, ovozlari ham juda ham past. Mana shu xolos ovoz. Magazinda 24 ta o'q oladi. Shvetsiya mahsuloti. Narxiga kelsak, narxi salkam bitta yaxshi Matizda puli bo'lib qoldi. Lekin akalarimiz maza qilib ishlatishadi. Kimda kim shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol pastki nomerlarga aloqa qilib qo'yasizlar. Bemalol shu narsalarda zakaz qilib bo'ladi.